Kuni bitayotganini sezgan mustabid tuzum jon holatda talvasiga tushib, ittifoq xalqlari o'rtasida urush chiqarish hamda shu yo'l bilan vaziyatni qo'lga olish uchun mash'um rejalar tuzardi. 1989-yilning iyun oyida Farg'onada ana shunday fitna uyushtirildi. Millatlar aro nizo chiqarishda ustasi farang bo'lib ketgan mustabidlar qamoqdan maxsus chiqarilgan sobiq mahbuslar vositasida xalq orasida birodarkushlik urushni boshlashdi. Minglab begunoh kishilar, norasidalar mash'um urushning qurboni bo'ladi. Siz bir narsani tushuning, bu oddiy ko'cha bezorligi emas. Agar yuqoridan hasboshlab turilmasa, har bir odam qilayotgan ishining oqibatini o'ylaydi-ku. Bu xalqning irodasi emas, bu yuqoridan bosimning oqibati. Uchinchi sababi shuki, bu orada vasvasa qo'zg'ab, o'zbek do'ppalarini kiyib turklarga qarshi kurashib, turkcha o'zicha go'yo turkcha kiyinib, turkcha qiyofada o'zbeklarga qarab tosh otib, o'zbeklarga qarab hujum qilganliklari, bu yerda arman xalqi ham, rus xalqi ham qatnashganligini va bu provokatsiya yuqoridan turib, Moskvadan turib uyushtirilganligini biz juda yaxshi bilamiz o'rtoqlar. O'shaning uchun bu voqealar sodir bo'layotganda Moskvada butun ittifoq millatlar kengashi syezdi bo'layotgan edi. O'sha paytdagi hukumat rahbari Mixail Gorbachov minbardan turib, bu fojialarga musulmonlarning o'zi aybdor deb iddao qiladi. Syezdda ishtirok etayotgan muftiy Muhammad Sodiq vatanidagi bu ayanchli voqea xabarini eshitgach, ukasi Muhammad Aminga qo'ng'iroq qiladi. Shayx hazratlari menga qo'ng'iroq qilib, aniqini bil, nima gap deganda, biz harakat qilib qo'limizdan kelgancha o'sha voqeani tafsilotlarini Shayx hazratga yetkazganmiz. Bismillahirrahmanirrahim. Дорогие товарищи, народные депутаты, я народный депутат Мухаммад Садык, муфти, председатель Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана. Я от имени многомиллионных мусульман, которые проживают в нашей стране. Keyinchalik Gorbachov o'zining noo'rin ayblovi uchun muftiy hazratlaridan uzr so'raydi.